Yengilini zo'ri. Bitta ko'rasizlar. TS CC3 2K. Razmeriga ahamiyat berasizlar 13. Bitta ochib ko'rsatamiz. Monitorimizni kattaligiga bitta ahamiyat berasizlar. Cobalt ramkasiga qo'ydik. Bitta ko'ringlar, nima deyapti bu monitor. Mana turishini qaranglar. Rostakasin BYD qilib yuboradi mashinaning ichini. Bitta ko'ringlar. Monitor o'ziga prosta gap bo'lishi mumkin emas, lekin mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu 2K bilasizlar, hozirda formatning eng oxirgilaridan hisoblanadi. Buni Gentraga qo'ysa ham bo'ladi kuzatuvchilarimiz. Sizlarga shunaqa original monitorlar kerak bo'lsa, Manzil Sergeli mashina bozor 5-2 blok 15-do'kondamiz. Narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, bu monitorimizni hozirgi kunda $285 qilib beryapmiz. Ramkasi $30.